siz buni ishga iboda ololmaysiz. Nimishqa? Chunki siz sınaq tariqasini o'tmadingiz. Sizni buni ishga iboda oldigan salohiyatiniz to'shmaydi. Aylangan qochqich buyumlar-ku deyman. Hey. Maçay qısacık chiroyliqga. Bu çay qutusining nima alayligi bor? Çay qutumuz o'smir bolalarga, andan ishxonada ishlaydigan taksi shoferlarga, bularimiz, mo'g'larimizga, hammamizga ishlatishga keladigan. Alaydirak çay qutusi. Eng muhimi, buning yemeklik material ishlatgan. Badanga mizgansiz. Amsa bunun bahası qimmatmi? Bahası elbette tanarxi uçluq bo'ldi da. Qanda setolay deganmi? Ha. Sizning bu shirkatning xizmatchisi bo'lgandan keyin ishga badal olaysiz. Rasma? Ras, hammamizga o'xshash. Ajib yaxshi. Amsa men bir narsa to'laychi. Bunda ish yo'q. Hamid? Hamid? Hacip ağzınız var gelsin ha? Başlığınızın ismini bevas çakırdıgan. Bu yakınca Hayzon deysiz, Hayzon. Bildiniz mi? Bildim. Hayzon, boyu siz undaq ish yo'q deysiz. Bu nim degan gap? Hayzon'u demekçi bo'lg'ini. Siz buni ishga iboda ololmaysiz. Nimishqa? Chunki siz sınaq tariqasini o'tmadingiz. Sizni buni ishga iboda oldigan salohiyatiniz to'shmaydi. Rasma? Merhaba degan mening qobil yordamchim. O xato gap qilmaydi. Agar xato gap qilib qolsa-mi? To'g'ri. To'g'ri gap qilib qolsa to'g'ri. Siz faqat ansingizdan bo'ldi. Tushundim. Ma'qul. Amsa men bu choy qutisini o'z bahasida setib olay. O'zimning shirkat uchun ortiqroq pul xarjlasam men bo'pti. Shunaqa? Qarang, xonqiz. Siz ma shirkatga vaqo xizmat qilib keldingiz. Choy qutisi setib olib kelmadingiz. Shu quruq gapni oz qilib, merhabani kendi menga sizga yeni xizmat o'rningizni ko'rsatib qo'ydi. Juring xon qiz. Sizga ishxonangizni ko'rsatib qo'yay. Üşüktüm yalan sürtüp tovalaysiz, ahlatını üşüktüm tüksüz. Andın... Mama Brian'ın yaqısı tazıqçılıqqa imkan beribman da. Hazırca iş kütüp duruyatqan daşı sanlarca samandek. San deb qo'yay. Men Aliya bilan yarışib olaman. Lekin bu ishlar sen bilan munosabatsiz. Men bilan munosabatsiz bo'lib qopti-da. Merhabani kendi menga sizga yeni xizmat o'rningizni ko'rsatib qo'ydi. Juring xon qiz. Sizga ishxonangizni ko'rsatib qo'yay. Mana yangi ishxonangiz muborak bo'lsin. Buzudiga. Rahmat. Kunda ishqdim ishxonlarni shavdo qilsiz. Ishqdim yalan surtib tovalaysiz.
Ha xizmat degan xizmat. Turmush degan turmush. Ha ikkisini bir aralashtirib olmasan qanda? Ha? Onun ustiga sana deb qo'yay. Men Aliya bilan yarashib olaman. Lekin bu ishlar sen bilan munosabatsiz. Hay. Men bilan munosabatsiz bo'lib qopti-da. Aliya bilan meni yarashtirib qo'y deb yo'ldirib ketishlar nega ketdi buning? Bırak gepang bormi? Postligini. Desam yordam qilamsan? Avval deb baqmamsan? Shu sana Hamid degan erim shirkatimizga bo'zaq ketib bordi. Oldin qitim yordam qildi davatmamtin, endi bo'zaq qildi deysan-ku. Oldin qitim yordam qilgani rost. Qanday qilmaymisan? Ana qilatdim, ajrash. Yo'q, endi ajrashibmi jumigin. Meni demakchi o'g'lim, endi kas qabul qilavermay. Va biroq qaytim ochig'onimda yomon qilib bir qo'rqitib baqa. Mush erlar guldirlar ko'yga vaqtcha suvdek poroqishib qaynayalaydigan bo'lishing kerak. Erlar yuqorg'orlaganda sen pasib turishing kerak. İşte qilsang bag'u har qandaq er kishi bunda ayol kishidan ayirlanmaydi, jumi. Sana Hamid degan erim shirkatimizga bo'zaq ketib bordi. Oldin qitim yordam qildi davatmamtin, endi bo'zaq qildi deysan-ku. Oldin qitim yordam qilgani rost. Lekin men necha kun yoqib bo'zaq ketib bordik, to'xtamay qiyirishib odam bilan. Bo'zaq qilishning sababi bordi. Sen ne demekçi? Men bo'zaqsiz bo'ldikanda. Yo'q, adosh. Mening demakchi o'g'lim, ammo uning shunday qilishining ma'lum sababi bor demakchi. Erlar ba'zi tushunga olmaydi, to'g'ri tushunadi adosh. Mush ering yalnız ketib bag'idan qaraganda bu qaytim yana kelsa kechiraydigan o'xshamasa? Qanday qilmaymisan? Ana qilatdim, ajrash. Yo'q. Endi ajrashibmi jumigin. Meni demakchi o'g'lim, endi kas qabul qilavermay. Va biroq qaytim ochig'onimda yomon qilib bir qo'rqitib baqa. Kas qabul qilavergansa, biroq qaytim ochig'on bildirib qo'ysam, uningdan da qilmas bo'ldi. Shibonat mening ichimda yo'qdi. Sen deb baqamiz qanday qo'rqitman? Binodan sakrab olaman, do'rishchi olma deb qo'rqitamdi. Boshlang'ich maktab bolasi bo'lmasak biz ya. Qiziq gap qilgansan. Nazifa sana desem bağu, muş ayol kishi deganchu suvdek suzuk, avrishim, muş erlar guldirlar ko'yga vaqtcha suvdek poroqishib qaynayalaydigan bo'lishing kerak. Erlar yuqorg'orlaganda sen pasib turishing kerak. İşte qilsang bağu, har qandaq er kishi bunda ayol kishidan ayirlanmaydi, jumi. Ha, ayirlanmaydi. Qat'iy ayirlanmaydi. Va ayrılalğaşqa şoňa teşigi chiqib sirtdi birsin tep. Hey adaş, qaçanmı düşünäsen meni? Men aşlar bilan tanqatamsan? Men sana desem bag'u, ular mening o'rnimni hargiz ololmaydi. Men deganchu? Men adaş. Sen degan sen. Şunun qaraganda mening boshimga yordam qilib bo'lmaydi-sa. Bo'pti. Ben sana yardım qilay. Ben sana şu qara. Bir axborotdan sana xabar beray. Nima axborot? Bizning shirkatdagi sening ering Hayzon Hamid. Bizning shirkatdagi kotib qiz Marhaba bilan Xo'sh, men bunday yurayman. Bo'ldilar, demak. Sen degan sen hech kimning o'rnini ololmaydi. Azroq so'ti qilsam, necha do'stim bo'ldi ekan. O'li bilan xushal xuram birga yashasam, kayfiyatim yaxshi bo'lib qoldi ekan. O'zimni xushal o'tdi ekanman bolam. Uning nariyaman. Lekin qarang, hozir va jamiyat aldamchilar bak chiqib ketdi.
sizdek yaşanğanlarını birden aldı ütələydi. Mındadan. Mən 10 min koy vermə. O 10 min koyunu 4 bölüp 4 ayda qaytırısılar. Niş kimsini ornunu alamaydıgan tursa, nem qılmağıyım? Adaş, döp bera. Nemish qildi u? Merhaba, sizlarning shirkat ishlamda. Necha yosh kirgan narsa u? Döp bera, adash. Demdim. Mındadan. Mən 10 min koy vermə. O 10 min koyunu 4 bölüp 4 ayda qaytırısılar. Şundama? Anından keyin qo'lamga yana bir muncha mahsulotli qoladi. Unda bo'lsa, men yaxshiroq o'ylashib sizga telefon qilay fikam. Juma? Ma'qul. Xo'sh. Apa, kimlar bilan paranglashib ketib borsiz? Balam. Men savdo qilib boqay deyman qara. Canım apa, sizning pensiya maoshingiz bo'lgandan keyin, shu pensiya maoshingizni elib rahat yashasangiz bo'lmamdi? O shunda deydi ekansa balam. Uyda o'tirsam zerikadi ekanman. İçim pişip zerikip unda o'tkicha azroq savdo qilsam, necha do'stim bo'ldi ekan. Olu bilan xushal-xuram birga yashasam, kayfiyatim yaxshi bo'lib qoldi ekan, o'zimni xushal o'tdi ekanman balam. Uning nari yomon. Lekin qarang, hozirma jamiyat aldamchilar bak chiqib ketdi. Sizdek yaşanğanlarni birdan aldı ütələydi. Şuna pensiya maoshingizni elib, uyda navrangiz bo'lgandan keyin, men bo'lgandan keyin bir rahatda o'zingiz ishtaq ortiq ishlardan bekor ish chiqib qolmasin deyman-ku. Ukam yaxshimisiz? Men o'ylish bo'ldim. Men hozircha 10 min ko'yliqiga qo'shilay. Kenchi yana bir gap bo'la. Mani bir ko'rpaqay qatnashib, juma ukam. Ma'qul. Sepinglar ketildim emisa. Ma'qul. Xo'sh. Apa, nima ish qilib yurasiz? Men bu yerga ko'nglash qilib emas, xizmat qilg'ili keldim. Voy, siz asli Mardan Jamiyatimiz? Voy, deb qo'ygan bo'lsangiz oldingizga chiqmabdim deyman. Ajasiz. Boshqa gap sizlar yo'qi qilg'ili kelmaydi, ot qo'yilmagansiz-a? Yo'q, agar shu boshliq mendan savol so'raydigan ish olsinmi, mendan so'raydi, sizdan so'rmaydi. Iloyim mani, surtayma jo'zlani. Mama? Bulunadi siz shu. Baqay. Oturib ketdingiz, mixinem. Qo'pan. Birash pamiti. Bugun bir yangi boshliq keldi, tez chiqib tayyorlik qiling. Ma'qul, ma'zur chiqay. Xanam, nima ish qilyapsiz? Siz boshliq keldi deganingizga shu hozir tayyorlik qilib qo'ydi. Boshliq gap sizlar yo'qi qilg'ili kelmaydi, ot qo'yilmagansiz-a? Yo'q, agar shu boshliq mendan savol so'raydigan ish olsinmi, mendan so'raydi, sizdan so'rmaydi. Iloyim mani, surtayma jo'zlani. Mama? Bulunadi siz shu. Qarab turmay. Bugun bir chataq chiqib qolsa, hammasi sizga atib majbur, men bulan surtay. Ayollarning pakiz hammasi surtay.
Buna tez sırtına açtı ki. Oy sen nime qarab tursa, o'rindiqlarni retlamamsa. Men sizlarga deb qo'yay. Bugun ma boshliqni ravurs kutmasak bo'lmaydi. Bildinglarmi? Men bu yerga ko'nglash qilib emas, xizmat qilib keldim. Oy, siz asli nereden cemiyimdiniz? Oy, deb qo'ygan bo'lsangiz oldingizga chiqmabdim deyman. Kesiz. Amsa, biz onu tayyorlab tutib qolgan, amsini chaqiray yig'inni bichadlam ochaylik. Bo'ldi. Bugun men yig'inashmayman. Unda qolsa men bolalarni bir tanishtirib o'tay. Bo'ldi. Men o'zim tekshirman. Bo'ldi, sizlar ishlarni qilaveringlar. Unda qilsa qanday bo'ldi? Obdan bo'ldi. Siz bugundan boshlab omborga mas'ul. Nazifa, siz mening yordamchim bo'lasiz. Ha? Tushundinglarmi? Boshliq, o'qishmas bo'lib qoldimmi qandaq? Men merhaba. To'g'ri, siz merhaba. Hamid, sizlarning burungi boshlig'inglar. Bu burun bu bilimlik chog'da kimlar eng yaxshi yutibdi? Merhaba bilan. Ilqi siz ko'rgan merhaba shu. Bo'ldi, sizlar ishlarni qilaveringlar. Unda qilsa qanday bo'ldi? Obdan bo'ldi. Nereden cimri? Nereden canım? Ha, kiram. Otur. Meni izleydiğin bir eşyası var mı? Ben şirketkiler bilen yüzaki bir tanışıp çıktım. Hem siz arkalık çoğunkurak bir tanışıp çıkayım. Ne arkalı? Ben size yardım kılalamam. Yardım kılalaysız. Sorgan sualımı rastçılık bilen cevap versinizle yardım kılalaysız. Ben yalgan sözleydik adam emas. Buldu, qani so'rang. Hamid, sizlarning burungi boshlig'inglar. Bu burun bu bilimlik chog'da kimlar eng yaxshi yutibdi? Merhaba bilan. Ilqi siz ko'rgan merhaba shu. Merhaba bilan. Bu kimdan chalkib o'qitdi? Nazifani. Ilqi siz ko'rgan Nazifa shu. Bo'ldi. Siz chiqib Nazifa bilan merhabani chaqirib qo'ying. Ma'qul. Qani, o'tiring. Chaqirib ekansiz. Siz merhaba deyman. Ha. Siz Nazifa. Ben burun başlıqlar Hamidning o'rniga ishga tushdim. Qarshi olamiz. Rahmat. Hozir sizlarga bir ishni qilib qo'ymoqchiman. Bo'ldi, sizlar qulog'imiz sizda. Merhaba. Siz bugundan boshlab omborga mas'ul. Nazifa, siz mening yordamchim bo'lasiz. Ha? Tushundinglarmi? Boshliq, o'qishmas bo'lib qoldimmi qandaq? Men merhaba. To'g'ri, siz merhaba. Siz bugundan boshlab omborga mas'ul. Tushungan bo'lsangiz, ishingizni boshlang. Tushundim. Bo'ldi, chiqib ishingizni qilavering. Agar ishlar yaxshi bo'lib, hamma ishlar siniqimizda o'tib qolsa, cho'ng'aroqiga kenchi a'zo bo'lay. Oy, hech qisi yo'q. So'dning cho'ng kichigi yo'q emasmi? Tashviqotni qanday qilish to'g'risidagi mazmunlarni biz Ündidar topimizda so'zlaymiz. Pat Ündidarga diqqat qilib qo'ysangiz. Ma'qul. Bo'ldi. Ondan keyin mushu mollarni uyingizga besib olishning faqat hojati yo'q. Siz bugundan boshlab omborga mas'ul.
Tushungan bo'lsangiz, ishingizni boshlang. Tushundim. Bo'ldi, chiqib ishingizni qilaver. Nazifa. Siz chiqib mana yig'mallarning modelini kelib bering. Andan bozor ahvol jadvalini ko'rma. Nima bo'ldi? Olmadingizmi? Yo'q, oldim. Ma'qul. Men hozirla kirib beray. Ve salametlikiniz bek yaxşı gelcimo. Biz mi sizden işinizge bağlanmışlar tura alamızmı? Rahmet Fukam, rahmet. Men özümneliqi biroqlam qerib ketgandek his qilyaptim qarang. Ya, ro'y kayfiyatçı bek muyum. Sizden bizge a'zo bo'lganingizning o'zilam sizning davringizdan oldinmang'ini isbotlaydi. Ha, rost Fukam. Hozircha 10 ming qo'yga a'zo bo'lib turay. Sepanglar qo'shlay. Agar ishlar yaxshi bo'lib, hamma ishlar siniqimizda o'tib qolsa, cho'ng'iraqiga kenchi a'zo bo'lay. Oy, hiç qisi yo'q. So'dning cho'ng kichki yo'q emasmi? Unda bo'lsa, shunda bo'lsin. Keyinchalik foydasini ko'rib qolsangiz, buningdan ko'proq mablag' ajratasiz. Cho'qim mashtaq bo'ldi. Unda bo'lsa, mush to'xtamni bir qo'l qo'yitamdiq. Ma'qul. Mush to'xtam sizda qoladi. Ma'qul, Fukam, ma'qul. Endi mushu mal setish, tashviqotni qanday qilish to'g'risidagi mazmunlarni biz Ündidar topimizda so'zlaymiz. Pat Ündidarga diqqat qilib qo'ysangiz. Ma'qul. Bo'ldi. Ondan keyin mushu mallarni uyingizga besib olishning faqat hojati yo'q. Shu siz Palaniyaga satdim desangiz, biz o'zimiz kufandillamchu bevosita shu yerga biroqlam selvetimiz. Bilamdi? Ma'qul, Fukam. Unda bo'lganda qarshi tarafga bizga munoyat qulaylik bo'ladi ekan. Bo'ladi, Fukam, rahmat. Uning hammasi yanlam siz sotgan hisoblansiz. Ha, mundaq deng. Ma'qul. Rahmat. Bizning qo'shonimiz kirganingizdan bek xo'sh bo'ldik-chimo. Sizga rahmat, Fukam. Unda bo'lsa, men mangay. Unda Mana o yangidan bozorga selingan mahsulotlar. Ko'p yo'qmi? Mo'cha qutlarim bek yaxshi chiqibdi. O'quvchi bolalarga bek mos keldi ekan. Shunga men bu bolamga birini olib beraymikin deb o'ylashdim. Haris. Ma'qul, bizning bozor ahvol tekshirishda deymiz. Bo'ldi, siz chiqib ishingizni qilavering. Haras, siz macha qutisini balamga birini olmay dedingizmi? Ha. Men do'kondagilarga deb qo'yay, sizga ishga ibodat bersin. Basma. Rahmat sizga. Ondan shu esingiz bo'lsinki, shirkat taraqqiy qilsa, biz mi taraqqiy qilamiz? Shu shirkat taraqqiyoti uchun cho'qim kuch ishimiz kerak. Bo'ldi. Siz xotirjam bo'ling. Men cho'qim yaxshi ishlayman. Yaxshi. Bo'ldi, ishingizni qilavering unda. Sen kelib qopsan-ku? Oy. Ba'zilar bek qo'shilma. Albatta. Sen ketibchi hollar kengayib ketdi. Qilqinim patmay ketib bormadinglar. Hey nadan. Men nadanma? Nadan deb sendek mundaq do'stlik yomonlik odamlarni nadan deymiz. Amaliyotda mushni bilmaganlikning o'zi bir nadonlik. Jiqqa qilmag'ina verdan. Bo'ldi, men ketdim. Hey. Qara. Merdan bana 3.
O bana öşü oğaşqa, mening yaqinlarimni chetga qoqidi. Aksicha men o'ch odamni o'qishiga tortadi. Buning hammasi sen uchun qilgan ish. Men uchun? Odamlarni u atvolab pishirtadi. Aksicha men yaxshi ko'rgan odamlarni men amroq odamlarni chetga qoqidi. Bilsam bilmasam, haqiqatan seni qattiq atvolab pishirtadi deyman. Men ochig'imda sana merhabalar ishi va deb qo'yibdiman. Vay. Men nimada qiladiganimda ya bir ishimni o'ngshab bo'lsam, texmi buzding degan hamda. O menga o'sha o'g'ashqa mening yaqinlarimni chetga qoqidi. Aksicha men o'ch odamni o'qishiga tortadi. Buning hammasi sen uchun qilgan ish. Men uchun? Oy, uning kelishi bilan bu ishlarning nima munosabati bor? Albatta munosabati bor. Qanday munosabati bor? Men bayatladim bu. Shu men o'ch odamlarni u atvolab pishirtadi. Aksicha men yaxshi ko'rgan odamlarni men amroq odamlarni chetga qoqidi. Bilsam bilmasam, haqiqatan seni qattiq atvolab pishirtadi deyman. Ha? Ishqilib, men sizdan ishni o'ngshash uchun, shu marhaba bilan yiqilish uchun behjiq jafo chekib ketdim birgina. Hamda sen ancha-muncha meni bu yo'lni menga qo'yasan? Oy, undaq xiyolingning borlig'idan burroq deb qo'ysang bo'lmamdi, hech nimani bilmay yuribdiman. Qiziq deb qo'ydi ekansan bo'lsa. So'ng'i deb qo'ysam ishni buzarsan shu. Aliyev deb qo'ysam, telefonimni asfaltga. Men-ku sen yordam qilmay qara. Lekin hozir sen Aliyani izlamayroq tursan bo'lamki, uni ochiq texit yonmadi qara. O nimishqa yonmaydi o ochiqi bekor. Shu men ochig'imda sana merhabalar ishi va deb qo'yibdiman. Vay. Men nimada qiladiganimda ya bir ishimni o'ngshab bo'lsam, texmi buzding degan hamda. Voy, bu ishingni men buzmadim, o'zing buzgan. Bo'pti, maqetimga merhabaning ishidagi xatolik menda desam, boshtikisini qanday qilsa? Boshtikisi xatolik mendimi? Voy, o ishlar sen bilan munosabati yo'q. Munosabati yo'q deyotgan. Taz munosabati va Aliyamning yaqin do'stim. Men uning yig'isi qarab tura olmayman. Hamid. Ishni o'zing teribsa qara. Bundaq ayoli xiyonat qilganda bo'ldi, o'zing bildigansa, ko'ngladimi erqisi balaga, ayol qilsa erga bala tegdi deydigan gap bor. O'zing o'shuni yig'may turib kishidan og'rimdi ekansa. Sanchi qara, men emas, butun dunyom yordam qila olmaydi, o'zing ishni o'zing topmasang. Mendim nima amalamda? Ama şu aks azroq pul topgandan keyin atrofida azroqlar olib ketadi ekan. Shu hey, Aliyaga deb qo'ysang, bir telefonni olsa, ish bo'lmagan men uchur qaytarib bersa bo'ladi. Hamid, pul deganicha qara, er kishi bolaning tarbiyasiga, oiladagilarni kuldirish uchun, oilani beqish uchun topadigan-da shu pulni, shuning ishlatadigansa. Ha. Adam öydük pulunu işletip ötüptük ya. O ballarını okuş pulu bişimle ağırtıp. Şu seni azırak yardım kılamcı gidip geldi. Oy, Adam degen ben kılması bu öyünün kilini. Şunu mu baş sebeplik ne çıktım tillap şıklıt ettim kara. Ya acırışıp ketkil olmasa. Sen bize. Sana bankan bu yardımınğa hemen çıkım cevap qaytırmaya qara. Aliyanın ışığı kelsak men degandek bolsun, men onun bilan yan bir qatım paranlışıp baqay. Paranlışıp men seni izlay. Lekin sen bu şonu tapqan Hamid. Aliyanın ko'ngliga bek azar verdim. Ma'qul. Amsa mushishim bir yordam qilgan ajima. Men seni o'zim izlay ya. Ma'qul. Unutib qolma ha? Ma'qul. Ne oldu bir şambamdı? Şu... Ne oldu? Sen bala...
Şu yine azırak bir işini kelgenti. Adam öydük pulunu işletip ötüptük ya. O ballarını okuş pulu bişimle ağırt dep. Şu seni azırak yardım kılamız gidip kelgenti. Men ama hazır yanımda artık pul yok de. Qanday qilamiz? Ay, dostlarımda so'rab baqamsan ya. Oy şu sordum hemmimiz özünün hali bilen geldik ne? Qanday qilsak ular? Ey. Apamdan so'rab baqamsan ya. Ay, sen o'zing kirib so'rab baqa. Oy şu apam aldın qıtın mı? Pul belgesine xabarim yok. Yani so'raversem xijil bo'lib qoldi ekanman. Şunu sen bir so'rab ber sana. Amsa hadam kelib, hadam so'rab baqsin. Sen xijil bo'lsang. Oy, hadam degan men qilmasa bu uyning kelini. Şunu baş sebeplik ne çıktım tillab yig'latib etdim qara. Ya ajrashib ketgil bo'lmasa şu sen so'rab ber sana. Ma'qul. Men kirib opamni so'rab baqay. Bo'li? Opamning tug'ilgan kun qachon bo'libdi? Sen opamning tug'ilgan kuni bilmaysan deyina? Ocham o'zining bolasining tug'ilgan kunini shunda bilan bildi-ki, shunda yaxshi o'tkazib bera oladi-ki, opamning tug'ilgan kuni bilmamdi-ki. Oy bir yaxshilik qilganki, oxirgacha yaxshilik qilib tapaymi. Men kirib opamni so'rab baqay. Rahmet. Opam kartının nasıl teper mi? Opamning tug'ilgan kuniga. Tug'ilgan kuni? Bo'li? Opamning tug'ilgan kuni qachon bo'libdi? Sen opamning tug'ilgan kuni bilmaysan deyina? Ya ulan tepegine tug'ilgan kun qachon? Opamdan o'zing so'ra. Vay singlim. Yaxshi. Yaxshi. O'zing yaxshi turibsanmi? Ansam bugün Dildar'ınki tug'ilgan kunki ha? Oy mübarek olsun. Sen mobek aldırashkensa ben naq gapni so'ray. Opamning tug'ilgan kun qachonda? Ma'qul. Bilmamdi-ki. Onu bilmaydi-ki. Ocham o'zining bolasining tug'ilgan kunini shunda bilan bildi-ki, shunda yaxshi o'tkazib bera oladi-ki, opamning tug'ilgan kuni bilmamdi-ki. Oy bir yaxshilik qilganki, oxirgacha yaxshilik qilib tapaymi. Deb bermayman aka. Opamning tug'ilgan kuni sen bilishing kerak. Oy bir depagina. Depamayman? Sen opam shirqitdi. Mush sanoqli yillarda
sizlarga qansam, sizlar bilan ko'proq jim bo'lsam deb umid qilaman. Xizmatdan yurish turishinglardan bekor bo'lganda menga oz to'la hamra bo'linglar bolalarım. Opam shirqitku. Anla. Bala. Akşam benim tug'ilgan kunimning qachonligini bilmaysan. Buni akangmi, atangmi bilmasligi mumkin. Şoňa men yillardan buyan tug'ilgan kunimni uyda yolg'iz o'ltirib, dadanglarni eslab o'tkazib keldim. Men sizlardan og'rinmayman. Şoğunisi. Ba'zida tug'ilgan kunimning bahonasida sizlar bilan jam bo'lsam, mungdassam deb o'ylab qoldikanman. Lekin bu amalga oshmay keldi. Odam yashanganda yolg'izlikdan qo'rqadigan bo'lib qoldigan bolalarim. Yana qancha qatimliq tug'ilgan kunim qoldi. Bunu men bilmayman. Mush sanaqliq yillarda sizlarga qansam, sizlar bilan ko'proq jim bo'lsam deb umid qilaman. Şoňa mumkin bo'lsa tug'ilgan kunimni esinglarda saqlab elinglar. Xizmatdan yurish turishinglardan bekor bo'lganda menga oz to'la hamra bo'linglar bolalarim. Bu men ketganda yoqi yertib yig'lagandan yaxshiroq. Hurmat bilan sizlarni menga suydigan opamlardan. Aka. Apamның tug'ilgan kuni. Tunagindi. Tunagan? Qattiq qo'l bo'ling. Hech kimga tumorimizni tutqizib qo'ymang. Bildingizmi? Ha, bildim. Boshliq, men shirkatga hamma odamni boshqaramdim. Mening demoqchi o'g'lim, marhaban buning ichidimi? Oldimizda bizning shirkatga bir loyihaga chiqildi. Anglashlar qaraganda o loyihachining mijozi sal g'alitroq odam, kutish pek tez deb angladim. O'zingiz bilasiz, hozir Mardanjingli shirkat yo'q. Shung kutilgan ishlarning hammasi bizga qoldi. Kiram. Aslaq, men chaqirganmidingiz? Ha. Men tushdan keyin zavod qilmoqchi bo'lib qoldim. Shunga men yo'q vaqtda shirkatning boshqa ish xizmatiga siz mas'ul bo'lasiz. Har qanday ish bo'lsa avval menga dokument qilasiz, uqdingizmi? Lekin men nima bo'ldi? Qilamansiz? Ha, yo'q. Yo'q, qila olmayman, men yaxshi qila olmayman. Lekin nima bo'ldi? Tilingizni chaynaysiz-ku. Qattiq qo'l bo'ling. Hech kimga tumorimizni tutqizib qo'ymang. Bildingizmi? Ha, bildim. Boshliq, men shirkatga hamma odamni boshqaramdim. Mening demoqchi o'g'lim, marhabanmi buning ichidami? Albatta. U shirkatning xizmatchisidir. Ha, bildim. Ha, bo'ldi. Tushungan bo'lsangiz chiqib ishingizni qiling.
Bek aldırashqo. Siz? Ha, men. Nimishdi? Men hozir sizning boshlig'ingiz bo'ldim. Bir ishim bo'lmasa, kirsam bo'lmamdi? Bo'ldi. Aras, sizni zeyga rasli bir ishim bor. Muhim ishlarim bor. Bo'ldi, nimish o'sma yordam qilay. Mening birsi shaxsiy ishim, yana birsi xizmatning ishi. Qo'limda kelsa yordam qilma. Unda avval men shaxsiy ishimday, avval men xizmat ishimday. Oldimizda bizning shirkatga bir loyihaga chiqildik. Anglashlarga qaraganda loyihachining mijozi sal g'alitroq odam, kutish pek tez deb angladim. O'zingiz bilasiz, hozir Mardanjonli shirkat yo'q. Sho'ng kutilgan ishlarning hammasi bizga qoldi. Siz ma shirkatning kon xizmatchisi, tajribangiz mo'l. Shunga osh odamni kutadigan ishlarni siz men yordamchi qilib bersiz. Qanday? Mena demoqchi bo'lganim, nemish qilman yomonlik qilsam menda o'lchamaysiz. O'chilish pek oson merhaba. Lekin kechirib o'tish unda emas. Yana ma'lum qarang, bular butun shu yuqori temperatura tanlanib, ziyonsizlashtirilgan-ku. Andan keyin bularning gul qavatimi o'tirilgan boshqa yemaklik bilan bevos uchrashmaydi. Shunga xotirjam ishlasiz bo'ldi. Anladim. O'zingiz bilasiz, hozir Mardanjonli shirkat yo'q. Sho'ng kutilgan ishlarning hammasi bizga qoldi. Siz ma shirkatning kon xizmatchisi, tajribangiz mo'l. Shunga osh odamni kutadigan ishlarni siz men yordamchi qilib bersiz. Qanday? Bo'ldi. Qo'limdan kelishcha cho'qim turishman. Tushib qopdi. Endi ikkinchi qatimliqda hozir mening shaxsiy ishimni qilib bersiz. Jur. Ha? Nega? Bag'an bilsiz menga. Sen atib turing. Tez pulu vaqt tushib ketdi deyman. Menga. Merhaba. Ben opamning tug'ilgan kuniga Nazifaning bir yurish mahsulotlarini setib olay degandim. Men tanishib bering. Ha, aslan undaq ekanda. Chadaq yo'q. Qarang. Men hozirgi nusxadagilarni hozir cho'nglarga yoqtirib yo'tdim. Men burun amli do'konimizda masofchi bo'lgandan shu bo'jatib tajribam bor. Mana qarang. Bularning materiallari bütün operatsiya chiqqan materialdan yasalgan bo'lg'ashqa shu peklan sifatlik. Yana ma'lum qarang, bular bütün shu yuqori temperatura tanlanib, ziyonsizlashtirilgan-ku. Andan keyin bularning gul qavatimi o'tirilgan bo'lg'ashqa yemaklik bilan bevos uchrashmaydi. Shunga xotirjam ishlasiz bo'ldi. Demak, intayin sog'lom degan gapda? Albatta. Undaqda opam ishlasa tasmas kerakdak. Albatta. Qaysini olsam bular bir-biridan chiroyliqka. Mencha oshnasimiz bilamdiki, osh pek chiroyli chiqqan. Menmi? Bo'ldi, amsi shundan olay. Arzugul, malani yurgab beraman. Nazifa, mana nima ish qilasiz? Bugun men sizlarga avval qilyapman. Amal yo'qki, siz men bilan xizmatdashib qolsin debdi. Balkim bundan keyin davomli avval qilib turishi mumkin. Agar ifodangiz yaxshi bo'lib qolsa, boshliq kelganda sizning yaxshi gapangizni qilib qo'ymaydi. Men buni demadim. Mena demoqchi bo'lganim, nima ish qilman yomonlik qilsam menda o'lchamaysiz. O'chilish pek oson merhaba. Biz shundan bilib olamizki, yaxshilik qilg'uchi bo'lsin, mayli yomonlik qilg'uchi bo'lsin, faqat hammasi o'ziga qiladi. Kechiring, sizning bu keslingizni men ish gapda emas, 4 haftadan davolab bo'lolmag'idekmi deb yo'lga qo'yib qo'yibdi. O'chilish pek oson merhaba. Lekin kechirib o'tish unda emas. O'chilish nimadan qila oladi? Kechirib o'tishni faqat osondagi odamlar qila oladi. Mening hammadan qilgan ishim emas, balkim osondagi kan qo'saq odamlar qilgan ishni qilganman. Bilgan bo'lsam, bu nargizim siz bunday qilmasgan edi.
Merhaba. Ben size bir hikaye etip vereyim. İki yigit avtobusda orunda oturup ketivatsa, bir boy avtobusga chiqib ularni oldi turibdi. Birinchi yigit boyni ko'rib, uning o'rin bermabdi. Ikkinchi yigit boyni ko'rib da darhol uning o'rin beribdi. O'rin bergan yigit shunchalik xo'shal, tamkin holatda menga beribdi. Lekin o'rin bermagan yigit bo'lsa, o'zini ayblashga majbur bo'libdi. U o'z ko'nglida men herib ketgan tursam, men nimda buning o'rin bergidekman degan nurg'un xiyollar uni chirmabdi. Biz buningda ularni axloq jihatda baholamay turib, ularning ro'yi holatiga diqqat qilsak shuni bilalaymiz. Yaxshilik qilgan yigit yaxshilik bilan bovaynil emas, o'zini xo'sh qilibdi. O'rin bermagan yigit bo'lsa, ruhiy dunyosida bir patman ziddiyatlar ketib qolibdi. Biz shuningdan bilib olamizki, yaxshilik qilg'uchi bo'lsin, mayli yomonlik qilg'uchi bo'lsin, faqat hammasi o'z-o'ziga qiladi. Yana bir hikoya aytib beray. Bir xomushlik kasaliga giribdor bo'lgan bir bemor tanliq bir psixolog doktorni izlab kelibdi. Doktor uningga "Men sizning bu kasalingizni davolay olmayman, lekin sizga bir talabim bor" debdi. Bemor "U nima talab?" deb so'rabdi. Doktor uningga "Siz har kuni bir odamga yaxshilik qilasiz" debdi. Lekin bemor bu gapni faqat tushunmabdi, ham qabul qilolmabdi. Nimishqa men nima deb tunimaydigan odam yaxshilik qilgudakman debdi. Doktor bu gapni anglab, "Kechiring, sizning bu kasalingizni men 2 hafta emas, 4 haftadan davolab bo'lolmaydikman" deb yo'lga qo'yib qo'ydi. Qisqasi marhaba, biz bir-birimiz bilan o'chakishib yurganning o'rniga bir-birimizga yaxshilik qilib o'tganimiz hammadan a'lo. Mushunaq bo'lganda hammamiz xushal-xuram o'talaymiz. Yaxshilikning javobi hamon bo'ladi. Mening yeshim cho'ng bo'lib qolganda men uni ko'tarolmayman. Meni nim bo'lsin deysa? Opa, tadqiqotchilarning isbotlanishicha, ko'pincha kishilar boshqalarni baholaganda, boshqalar ustidan adolatsiz paranglarni jiq qiladi. Mening uning bilan ko'rim yo'q. Men hozircha to'y qilishni o'ylashmadim, opa. O'ylashgan shu o'sim keyinroq bir gap bo'lsin-da. Yaxshilikning javobi hamon bo'ladi. Opa, qarang. Bu narsalarni sizga sovg'atlik oldim. Bolam, nimda chiroyli. Uy, bek chiroyliqkan bolam. Yaxshi ko'rdingizmi, opa? Buni-chi qarang, tug'ilgan kuningizga sovg'at qilib oldim. Siz yaxshi ko'rsangizli bo'ldi-ku. Voy jinim qizim, rahmat. Sizlarning bu xizmat besiminglar bek ig'ar bolam. Shuna deganingga ko'p rahmat. Hamda ba'zida bolalar emas, ota-onalar yetim bo'lib qoldi ekan. Bolalar va turib ota-onalarning yetim bo'lib qolishi bu bek azobli ekan bolam. Ota-ona o'g'itchilar bolalarimning vaqti bo'lsam ip jo'ramda cho'gilab yursa deganni bek orzu qildi ekanmiz jinim qizim. Shu opa. Men bu o'yildim. Biz ba'zi vaqt xizmatlar aldirash, bu aldirash, u aldirash deb sizni yolg'iz qo'yib qo'yibdik. Bundan keyin ko'proq amra olamiz. Uning ustiga ko'p vaqtlarda bolam sizga tashlab qo'yib, sizni japoq sevatdim. Men cho'qim vaqtimni ajratib sizga amra oldim. Bolam, men bu gapni nevramni beqish tas kelib demadim sana. Yolg'iz ayolning oqidan so'z so'chak degan bekchi qo'ldi ekan. Andaq gap so'zlar bo'lib qolsa, sen xiyolingga kelmay yuralgan bilan mening yeshim cho'ng bo'lib qolganda men uni ko'tarolmayman. Meni nim bo'lsin deysa? Opa, tadqiqotchilarning isbotlanishicha, ko'pincha kishilar boshqalarni baholaganda, boshqalar ustidan adolatsiz paranglarni jiq qiladi ekan. Chunki ular o'zining aybini yepish uchun boshqalarning g'aybatini qilishga amroq qildi ekan. Uningdan sirt, ular o'zining jarohatini davolash uchun boshqalarning g'aybatini qilsa, shunda xo'sh bo'lib ketadi ekan. Tushundingizmi? Qancha yarmas odamlar boshqalarning ustidan adolatsiz paranglarni eng jiq qildi ekan. Shunga boshqalar nimdas da'vasin, mening parvoyim palak. Mening uning bilan ko'rim yo'q. Men hozircha to'y qilishni o'ylashmadim, opa. O'ylashdigan shu o'sim keyinroq bir gap bo'lsin-da. Gapimning xulosasi chiqdi.
Abba, canım abba, ben size neyim dedim. Ben yarıylak bulmaktı yok, ben yük bulgan undaq er bilen toy qılğınımdan yalğız yaşağınım yaxşı. Hazır ayallar bəkrak tırışsa özünün acıtını öz çıqalaydı. Ben bəkrak tırışıp texim yaxşı nəticələn yarasam, şu vaxtlar belki ben layık uçurab qala. Şu çağda oylaşam. Hazırca ben bunu oylaşmadım. Keşke min toyğu zorla verdikensiz. Maqul, maqul. Maqul boldu. Boldu. Ben şunda yeyirip kettim etiyen yaxşı işler. Bol aramalar için ben tıklayım. Aramalamam. Bana sen özünüz rətliylə qanısı. Ayağım qışıq. Ya aka ben sen kimden qışıq varsa dedim, neygi varsa dedim. Ha, ma g'olibiyat yo'liga. Tapaldak özüm apırdım. 200 koy. Ha? 200 koy. Boptu desen ana 200 koy apırıp koyma. Bom sen özün qarap bir iş qila. Bopta. Ayağım üçün sana bir bozak olgan bulay. Manda qila aka özüm apırdım. Jüle. Deja lazım aka? Ne görsün? Ayağım qışıq. Ya aka ben sen kimden qışıq varsa dedim, neygi varsa dedim. Ha, ma g'olibiyat yo'liga. Tapaldak özüm apırdım. 200 koy. Ha? 200 koy. Kap. Mening araq ichkinim ras. Lekin mas emas. 50 koyluq yo'l av. Ya aka hundigina olan ma etrafta bekke şükket menden başka deja yok deyine. Boptu desen ana 200 koy apırıp koyma. Bom sen özün qarap bir iş qila. Bopta. Ayağım üçün sana bir bozak olgan bulay. Manda qila aka özüm apırdım. Jüle. Başım tasılık edeyim aka. Jüle. Oyla aka. Mana bakalım sen. Seni küterken gün battıkça seni küterken Başlamış balam ağırıp bir fıdığanlıma soğuk kaldı. Onun kendimden dadam kaytışıp kaldı kıraka. Hey, ölmekten üstteki tepmek degende kılayım. Kendim oyalımı xeydin aldı kıraka. Bir mezgillerde şu Çigra rayın mehmanxonasi taraflarda tercümanlık qilib yurib, xeyli undan pul topqandim degan aka. Ha. Keyin qanab qoldi, ishlarim ta'dirsiga menishga boshladi. Dağlarca seni küterken gün battıkça seni küterken dağlarca seni küterken gün battıkça seni küterken menzilimde medet direrken seni küten aziz ayağım menzilimde medet direrken Aziz al yerim.
Edimizni ranjitib qo'yibsanmi nima? Hey, artık kışqa aralashmay. Mashina edigina. Mush sana desam bor aka. Mush er kishi degan, mush oilasi bor turib, ko'ch-ko'ylarda lag'aylab yurdimi? Bo'ldi. Ishlari ta'tirga mang'alligi. Mana men bundan tirik misol emasmi aka? Ha. Qana deysan? Men mushu bir mezgillarda mushu chegara rayon mehmonxonasi taraflarda tarjimonlik qilib yurib, xeyli undan pul topgandim degan aka. Ha. Keyin ham qana bo'lib qoldi, ishlarim ta'dirsiga menishga boshladi. Boshda balam og'rib qolib, pul anglamas bo'lib qoldi. Uning keyindan dadam qaytish bo'lib qoldi aka. Hey, o'lmakning ustiga tepmak deganda qilib. Keyindan oyolimni xeydan oldi aka. Bu ayolingning nima qilgan endi o? Sana desam aka, jimi guna o'zenda qara. O'sh pul topgan mezgillarimda xudimni uqmay zada shu bola nada, uy nada, oyolim nima ish qilyapti, xiyolimga kirib chiqmabdi. Ancha-muncha ko'chadagi megijinlargancha pul qashlab ketishlarim bor. Dastlabda ayolim yolurib unda qilmang, uyimizni chiroyli tutib qoldi desa, xiyolimga kirib chiqmabdi degine. Mana hozir jimi guna o'zimda degan naqshin to'lab yurmaymanmi? Mush o'g'il bola degan. Mush pul topgan chaqda o'zini bilib olish kerakga qara. Bu pul degan bor-ku. Bu berilgan omad emas. Mush odamga berilgan bir sinoqga qara. Aka bu chiqib ketdi-ku. Men sen bilan chekishib qo'ydim. A 200 koy saxti pul. A 50 koy rost pul. Bo'ldi. 200 koy deding, berdim-ku. Ashqan pul aka. Bu pul degan bor-ku. Bu berilgan omad emas. Mush odamga berilgan bir sinoqga qara. Mush pul bor vaqtda o'zimizni ancha-muncha bilib, ishlarimizni to'g'ri o'zining yo'lida ip mansaq-ku, yaxshi. Agar shu bo'yicha qilolmay qolsa aka. Hatto o'zingning tinish, xotirjam oddiy bir turmushingni saqlab qololmaysan emasmi? Hey. Sening hikoyang bor ekanda. Ay jinim aka, ya bu hikoyasi yo'q kim bor deysa. Shuning bilan shunda deyjalik judamda. Aka, unda deganingdan boq o'qira. Bu deyjalikni ajoyib yaxshi ish qara. Lekin shu ancha-muncha kashning uyqusidan qoladigan ish yomon-da. Mishadan udulmasan bo'ldi. Esh aldidimmi aka? Bo'ldi. Misha to'xta, Misha. Misha aka? Misha to'xtasan. Bo'ldi. Yiqiraq to'xtat aka. Ma. Shapim. Rahmat aka. Avar qildim men seni. Ya, buni biyaram qilib qo'ymagandim aka. Yo'q. To'xta aka. Bo'ldi. 200 koy deding, berdim-ku. Ashqan pul aka. Bu oshqon pul? Ha. Mencha aka sen chiqishib qo'ygan amaliyotda bo'lmoqchi aka 50 ko'ylik yo'l. Hey. Kaç kız koyun ya? Bana aka. Ne? Aka bu çıkıp ketdi-ku. Men sen bilan chekishib qo'ydim. A 200 koy saxti pul. A 50 koy rost pul. Aliye. İki kız gibi ağlam bulanma. Sağmısınız? Ben yerim geç oğan nima deb keldiniz? Yentak maskansiz otadan o'g'ilib kelsa dumamla.
Hala siz o yürüyünüz kirkitin. Qandarak ağaları. Ben sen bilen çekişip koydum. 200 koy saxtı bol. 50 koy rasm. 200 koyunu hacime banka tapşırıp vereceğim ha. Ha? Aka. Bu asli yaxshilik degan mo'shu degina. Bak rahmet sana mı? Bo'ldi aka. Aliye. İşte yaz gibi ağlam bulandı. Sağmısınız? Va yerimga jo'g'an nima deb keldingiz? Endi maskansiz otadan o'g'inib kelsa tumamda. Qara. Mendimi boshqa amal bo'lmadi. Araq ishkelligim rost. Lekin men qolgan joyda mamlakat bo'lmadi. Aliye, mehmanne bu kaldığı tuğuzup koyuyor edepsizlik. Otur. Aliye, siz o yürüyünüz kirkitin. Qandarak ağaları. Yaxşı. Ayalığı xiyanet qilgan, oilaga mas'ul bo'lmagan erning oqibati qanday bo'lganligini bilasiz. Dada, men Bundan bo'lsa men sizga deb beray. Jo'risiga xiyanet qilgan odam, ular opsiga hushsizlik qilgan, oilaga mas'ul bo'lmagan dadini mangu kechirmaydi. qandarak ağaları. Yaxshi. Bir ish bilan kelganmiz. Men şu Aliyeni ekteymikin deb kelgan. Aliye, meni olimdan oldin xabar oldi. Men nasib bo'lsa, o'sha to'sib bo'lamanki. Endi ağalardan xabar etayotgani pek yaxshi o'tdi. Lekin endi bu yerda turaversin. Sizga xabarchilik qilamikin deyman. Shunga men qaytib qo'ygan bo'lasizlar. Hamet, ben kızımı 20 yıl vakit terbiye aldım. Ben yani ona bir ömür mihmandek bakıcılığım var. Benim peşimde tutsa başka öyde ulansılık tatkandan yaşırak mı gel? Dada, men xatoligimni tunudim. O'zimni bek chiqma aybladim. Men qo'shib bergan bo'lsizlar. Xatolig'ingizni rostundingizmi?
Unda olsa men sizdan bir so'rab bakayım. Ayoliga xiyonat qilgan, oilaga mas'ul bo'lmagan erning oqibati qanday bo'lganligini bilamsiz? Dada, men Bunda olsa men sizga deb beray. Jo'risiga xiyonat qilgan odam bu uch xil ahvoldan hargiz qutulolmaydi. Birinchisi, vallahi aman cho'ng bo'ladi. Kuzlarning birida ular kimning xato qilganligini o'riya oladi. Bu chaqda ular opsiga hushsizlik qilgan, oilaga mas'ul bo'lmagan dadini mangu kechirmaydi. Ikkinchi, xiyonat qiluvchi bir mezgil yayrib oldim, o'ynab oldim, yashab oldim deb yurgan bilan tezdan chiroyning nuri uchidi. Kesal chirmaydi. Qilgan ishlari ilgari basmaydi. Siz bugun Aliyaga qilgan ishlaringizni kelgusi bir kunlarda kuy o'g'lingiz, qizingizga qilib salsa, yuragingiz bek og'rib ketadi. Siz turduğunu bildikensiz bo'lmasa? Vallahi xapman, ha? Bunday saat aql kerak. Ma'qul. Hamma yo'l diqqat qiling. Ma'qul. Qolgan gapni aytib deyishaylik. Gap qiling. Siz qaytavering. Men qaytaqina. Omini qaytadigan ish bo'lgandan keyin bugunlam qaysa qilmamda. Qarang Hamid. Men o'zimni o'ylamasammi, dadamning g'ururini o'ylashmasam bo'lmas. Yo'ldishim meni qancha hakat tashlab qo'ysa, tashlab qo'yib, qancha hakat akasa, men chidag'an bilan dadamning g'ururi chidamasmiki? Bugun aroq ichib kelib beksatdi. Unda olsa men qaytaveray. Lekin sizni ayt og'il kelaman. Siz turduğunu bildikensiz bo'lmasa? Vallahi xapman, ha? Unda olsa ayt og'il kelay. Ma'qul. Hamma yo'l diqqat qiling. Ma'qul. Qolgan gapni aytib deyishaylik. Dadamga to'g'ri tushuntirib deb qo'yasiz. Ma'qul. Hey merhaba. Ben sizga oldin qatim degan yillik layihali uch baqu. Ha. Bugun ash adam bizning shirkatga kelamiz. Hay, lekin u odamni qanday kutamiz? Ay, u odamni kutmak rostasa tasmika. Ha. Merdanjanlining deyishcha u odamning mijozba xalita deydi. Masalan, u odam odat tomoq yesa, men isrofxo'rlikqa qarshi turma deb turib olamiz. Lekin nima? Lekin siz ash shirkatning qoidasi bo'yicha shu tomoqlarni aytsangiz, mening hurmatimni qilmabsizlar, oddiy bo'lib qopti deb qabul ekan. U odamni maqtasangiz, men-chu maqtanishga bek o'sh, qo'shamatchilarga bek o'sh deydi ekan. Agar maqtamsangiz, nima deb qabul ekan? Sizlar mening qimmatimni bilmadinglar deb qabul ketdi ekan. Xotirjam bo'ling. Jinim. Hozir Merdanjanli shirkat yo'q. Agar u odam yaxshi kutanmay qolsa, bugun bir minch quruq baloq men qolmaz. Shunda peshim ketib bordi. Ay, qanday qilishim bilmayman. Ansirma bo'ldi. Men qo'yib beraman. Men-chu zixni ko'ymaydigan, kavobni ko'ymaydigan bir ish qildim. Siz kim? Darvozavan. Mono eshikdan chivinni kirgizmaydigan radar darvozavan. Qarang radar efendim. Xo'sh.